yaşga keldim. 6 yaşga keldim. Biz bugün nima sahifasini boshlaymiz? Fan texnikasi sahifasini boshlaymiz. Oldi bilan birinchi sonda nima bilan tanishib o'taylik? Hava bilan tanishib o'taylik. Havoni yaponcha nima deydi bular? Yaponcha Cookie. İngilizce? Ear. Hamsa havoni biz ko'ralamdiq o'g'lim? Ko'ramaymiz. Havoni No. ko'ralamdiq? Ko'ramaymiz. No. Ama bizchi havoni his qila olamiz, shundaqmi? Qila olamiz. Hamsa biz birlikda havoni his qilib boqamdiq? Boqaydik. Oldi bilan biz qog'oz sanduq tayyorlaymiz. Akibaga yumloq to'shak ochamiz. Akibaga chaplaq chaplaymiz. Cho'risini chaplaq stakanga qo'yibmi? Maya qilsa bo'lmaydi, hamsa maya qilsa qaya? Yon tarafdan qilsa tushmaydi ekan, ha? Ay, goshi. Chaplaq bayır qilma. Chaplaq bayır qilma, hamsa qaya? Pek egizishdi, ha? Demak, bu qog'oz sanduqning ichida nima bor ekan bular? Hava bor ekan, ha? Yon tarafni urg'unimizda ta'til qo'yib boqamdiq. Voy. Qaytadina. Wow. Qaytadin. Demak, bu qog'oz sanduqning ichida havo bor ekan, ha? Yon tarafni urgandan keyin ichidagi havo besim bilan qog'oz stakan uchirgan, shundaqmi? Bu orqali biz havoni his qilib oldik, shundaqmi? Hamsa birinchisini qilib bo'ldik. Ikkinchisi. Endi ikkinchi tajribamiz kelamdiq. Sizlarmi yasab boqamsizlar, kichik do'stlar? İkinci tecrübemizde tayyorlaydigan materiallar nima ekan o'g'lim? Plastik botulka mı? Plastik botulka, chaplaq, yumloq qattiq qog'oz. Tugula qattiq qog'oz ekan, ha? Undan keyin qog'oz mi kerak ekan, ha? Qog'oz, 3 dona qog'oz. Qog'ozni qanday qilib his qilmaysiz? Qog'ozni ichiga nasib qilib birida mayadiki o'shmaydigan ikkita qog'ozda. Nasıl birta qog'ozni soqaydi. Wow. Mana bu ketdi. Mana qilmandi. Iqtisod chaplaq beti. Shipet qilyapsiz ko'ryapsiz. Men chiqdim. Mana chiqdi. Qani qilib boqaymi? Hamsa mani meyvasimiz. Buni qilsa mau. Shunday ku. Mau. Menga mana qilib chiqdi. Mana. İçinde nima bor ekan bolam? Bu botulkani ham? Hava. Hava bu. Shunchalik o'tdi hamsa mayada. Qo'latidan qog'ozmi? Texim yenik bu, ha? Tamam, yenik. Va qattiq bu vashqa. Voy. Qana qo'ydi. Egiz uçtu. Bu yenik qog'oz bo'lsa, egiz uchamdi ekan. Hamsa ikkita qog'ozni qo'ymaymi? Birlashtiribmi? Demek içinde nima bor ekan bolam? Havo bor ekan, ha? Havo. O'rnimizda botulkaning ichidagi havo qog'ozni uchirdi ekan, ha? Qog'oz yenik bo'lganligi uchun. Ham ig'irroq abay stakan qo'yib boqamdiq. Abay stakan bilan almashtirib boqamdiq, pichamdagi. Qasi. Ma'qul. As ushmaydikmi? As ushmaydi. Qani, boqaylik. 3 2 1 3 2 1 4.
uçmaydi ekan. Demek içideki hava besimi bu stakanni uçurishga Uçuramaydı. uçuramay qoldi ya. Uçuramaydı. Xo'sh. Demek biz ikkinchi tajribamiz orqali havoni balig'ini esib oldikmi bular? Ha. Hamda uchinchi tajribamizni boshlandik. Ha. En büyük daha kaldı. Endi birisi qoldi ya. Buning uchun savodashlar kichik do'stlar yasay oladimi bular? Yasalaydı. Cho'qim yasay oladi, ha? Hayır. Mağazaya başka potuluk buldu. Bo'ldi. Ma potuluk buldu ha. Har qanday potuluk bo'lsa Ma ekan, ha? potuluk buldu. En potuluk bulduk. Lekin ma bulmaydı ma. Ma bulmaydı ha. U bo'lmaydi. Plastik potuluk bo'lsa bo'ladimi bular? Buldu. Amsa uchinchi tajribamizni boshlandik. Uchinchi tajribamizni boshlandik. Üçüncü tecrübenin başlandı. Kerak materiallar nima ekan? Çum halta. Plastik xalta. Plastik halta. Ondikinchi dugilak. Düğüle kattık kağıt. Ondiki rezingichi, rezingi bilan bo'g'an ekanmiz. Rezingi bilan ishlab qo'yganmiz, ha. Taki. Ondiki istakan. Stakal işte. Ondiki qanaqa qilamiz? Mane hava yok içinde. Havanın içi kürgüsümüz. Mana kürgüsüm buldu. Mana kürgüsüm. Emse mana. Havan kirgizdi, ya. Oo. Demek ichi ko'p keldi. İçide hava bor bo'ldi, ya. Sümeye karar. Ben tuttum. Oo. Egiz uçdimi? Ham qaytadan. Yana bir qatim qilaylik. Sümeye tuttum. Nasıl bulmaydı çaka. Tuttum. Oo. Ne demek? Bunun içinde hava bormikan? Havay. Hava bo'lganligi uchun egiz uchdi, shundaqmi? Qanchacha havo qachilsak, shuncha egiz uchdi, shundaqmi? 3 taba. Demek biz bugün fen texnik sahifimizde hava bilan tanışıp o'tdik. Hava bilan tanışmadı. Yuqorqi 3 tajriba ishlatdik, ha? 3 tecrübe. Qiziqarliqmikan? Kızıkaldık minken. Emse bir insanımız müseddüğüdü. Emse iki insanda. Külseyin hey hoş dedi.